Jonim meni. Voy kelin salom. Qichib o'tdi. Kelin yoqmadi? Voy kelinimni pravasi bo'ladi-yu, menga yoqmaydimi? Hozir men deganlar prava olmayapti. Cho'sam, voy o'zim o'g'lim. Adajon, choy damlab beraymi? Voy, choyi siz emas, men damlayman, men. Jonim, endi seni haydashadi. Mana, voy, yarashishini qara. Voy, qildir. To'latdan qatdan ikkovsizlar. Adajon, noxoroshiga olib borib keldi. Rahmat kelin. Sen ovqat qil. Kelinimga tegma. Siz dam oling. Obedda choyxonamiz bor. Kechqurun anaqamiz bor. Tushunmadim, ada, men xotin olganmanmi yo sizga shofyor oldimmi? Aka, rosa maza qilib yuring, men sizni taksiga kuzatib boraman. Yo, taksi kerak emas. Menichi, bu ana meni peregonim keldi. Qarang, muftani sekin qo'yib borib, gazni sekin bosasiz. Mana Adajon, estakadada ehtiyot bo'ling, hamma palasalarni bosmay 16 minut vaqtingiz bor. Yo, men estakadani bilaman. Menga testni o'rgating, oldinlari sehrli kompyuter bo'lardi. Любойni bosdi to'g'ri chiqardi. Hozir sehrli akalar ham yordam bera olmayapti. Va nihoyat to'yimizdan 3 oy o'tib seni ushladim. Kech qolma Mo'min aka, Adajonni boradigan joylari bor ekan. Qatga shoshyapsan, ha? Nima bu? Bu eleviva. Yangi so'ki sadirjayishi, tabiiy mevalarning so'kidan qo'shiladi. Hozir trendda hamma joyda shu bo'lyapti. Hamda men ham sen bilan o'tirib gaplashib, bir romantika qilaylik deb olib kelgan joyim. Sen bo'lsa shoshgan. Agar kelin bo'sh bo'lsa, shunda sigaretga chiqib kelaylik. Adajon, Mo'min aka tabriklaylar, green card yutib oldim. Yo'q-e. Voy yuragim. Va buning точно военный билeti ham bor.